Do'stlikdan boshlangan muhabbat 6-qism. Men kesel karotining keyindan o'qdek yugurib bordim. Zahide, ko'zingni och Zahide. Zahide, men buni rahimsizlik qilsam bo'lmaydi. Zahide, sendan o'tinib qolay, ko'zingni och. Men xato qilgan bo'landi. Seni bo'zlaq qildim, meni kechirga bo'landi. Zahide, o'tinib qolay, ko'zingni och Zahide. Men o'zimni faqatla tutolmay yig'lab ketdim. Shu topda kallam qop-quruq. Yuragim rostila ichishib og'rib ketdi. Sestra meni ishtirib, yig'izarimga quloqni solmay ketib qoldi. Zahide mendan texmi yiroqlab ketyotdi. Uni endi ko'ralishim mumkin emas. Uning bilan o'tgan kunlar naqadar ma'nilik, naqadar xushal kunlar edi ya. Men endi o'zimni faqatla tutolmadim. Asta meni maktabning oldiga kelib qoldim. Qandaqlarcha bu yerga kelib qolganimni o'zimni bilmayman. Yotoqqa kirib, Zahide bilan o'tgan har bir daqiqani qaytadan o'ylashga boshladim. Lekin o'ylagan seri yuragim og'rib turardi. Uning o'limiga men sababchi edim. Mening sababimdan mushundaq bo'lgan edi. Men o'zimni mengu kechirolmayman. Mushularni o'ylab, tongmi etib ketibdi. Men yanala Zahidaning simasini xayolimda bo'lsa-mu ko'rish uchun sinfga chiqdim. Texi dars boshlangan bo'lib, sinfning ichi qop-quruq turardi. Men asta berib sinfning eshigini ochdim. Sinfning eng oxirdagi o'rinda bir qiz o'tiribdi. Bu Zahide ikkimiz doim o'ltiradigan o'rin shu-ku dedim ichimda. Yuragim tuyuqsiz dupildab so'qib ketdi. Men asta minib u o'ringa keldimda Zahidani ko'rdim. Shu topda ko'zlarimga faqatla ishonmagan edim. Men buni nimada deb o'yladim ichimda. Zahidaning siymasi, bu uning siymasi. Men ko'rinibdi-da. Zahide, men seni bekla sığındım. Bekla. Meni kechir Zahide. Men ishlarning bundoq bo'lib ketishini faqatla o'ylab boqmagan edim. Rostila meni kechir. Bo'lamdi. Seni yaxshi ko'rman Zahide. Tehran, sen sahni so'zi yodlayapsan yoki o'yin qo'yapsan? Sen saqmu ya? Atdiganda Dorani xato yapmagansan, a? Men Zahidaning bu gaplarini anglab, endigib ketdim. İlgari Zahide ko'zimga ko'ringandimi, men mushundaq gap qiladigan. Men uning ovozini anglayolgan edim. Bumi cho'qim xiyoliy tuyg'um deb o'yladim. Shuning bilan men Zahidani bag'rimga chang bosdim. Zahide, endi yo'qolib ketmay bo'lamdi. Mayli mening xiyolim bo'lsin, seni ko'ralsamda men shuningga xush, ma'qulmi Zahide? Voy Tehran, sening ruhing almashib qoldimi ya? Saranglar doktorxonasidan qochib keldingmi ya bo'lmasa? Nima olijoq so'zlab yuriysan deyman. Bek chan siqvetding. Meni qo'yib deb andan o'yin qo'y ma'qulmi? Qo'llarimda Zahidani men tutolgan edim. Mening oldimdagi rostila Zahide edi. U qarmoqqa biroz o'riqlab qopti. Lekin menga texmi chiroyli bo'lib ketgandek tuyulib ketdi. Amsa doktorxonadagi u qiz shundoq deb tursam, Kama bilan Leyli sinfga kirib keldi. Men darhol Leylining yoniga bordim. Leyli, bu qandoq chaqchaq? Chaqchiqingiz sal eshib ketdimi qandoq, ha? Nimishqa menga siz bu deppagan adresingiz zada qandoq ish? Men buni tushuntirib qo'ya olamsiz? Tehran, sizga men eni qilib Zahidaning uyi 5-bino 4-qavat 402-nomerlik uy dedim-ku. Siz shuningga bormaganmi? Men ondan o'zimning 4-bino 204-nomerlik uyga kirganligimni his qildim. Shu vaqtda nimishqimi qizingizning ismi Zahidami deb so'ralgandi mana deb o'ylab ketdim ichimda. Zahidaning oldida jabsatlashdim. Biroq Zahida hayot yana kelib, endi doim yonimda bo'ladi. Men shundan bekli xush edim. Zahida, zada nemish bo'ldi?
sen bu tuyuqsiz, üntüsüz yo'qib ketib, ajab ansiratdan odamni. Sening mendan ansirishingga o'lsam ishonmayman. Putimdan pay cho'chib ketib, shu uzunda aran tura oldim. Bu mezgilda uyda aram oldim shu. Men odamcha xush bo'ldim. Zohida bekmi romantiklikni yaxshi ko'rib ketmaydi. U amaliyotchan qiz edi. Shunga men onunla qanday talab qo'yish to'g'risida o'ylanayotdim. Biroq zodila o'ylanmayotdim. Men oxiri o'ylab topdim. Ham maktab formulan keyniga Zohida seni yaxshi ko'raman deb bezib chapladim. Bugun atagan o'quvchilar uyushmasida ikkimiz dejurni edik. Men mushundaqla maydonga chiqdim. Bu mening onunga samimiyligimni ifodalaganim bo'lib qolgan edi. Maydondagilarning hammasi to'lima hayron qilishdi. Salmanning bir qancha ko'riz do'stlaridan boshqalarning hammasi bu ishdan xush bo'lgandek qiladi. Zohida, men xato sanabdiman. Sen yana bir sanab keynimdan bilmam bo'lamdi. Ha, ma'qul. Hay Tehron. Nima chapruvaldan bo'ldi elvat, boshqalarning oldida sattirudi ma'qulmi? Tehron o'tinib qolay bo'ldi elvat. Men mu elvatdim. Lekin uning qo'pollik qilmagani meni behli xush qilgan edi. Men dars vaqtida uning oldiga bir qog'ozga ma'qul bo'lamsan deb bezib sunib qo'ydim. Nimaga? Bugun kechqurun Sinanchichu. Ma'qul bo'lasan, senmi menga amroqku? Xato o'ylab qopsan. Rostli undaqa emasmi? Sening mijozingni faqatli yoqtirmayman. Boshqa yerlaringga xiyli bo'ladi. Bola mijoz ekanligini o'zing bilmamsan? Amroq bo'lsang, mush mijozimga amroq bo'lading. Men o'moqtirsam. Voy saram, yana o'zingni maqtab o'ltiramsan. Sen qachon cho'ng bo'lsang, men andan ma'qul bo'laman. Sen yo'q bu kunlarda men rostla bek cho'ng bo'lib ketdim. Rostla. Biz shunday paranglashib tursak, muallim bu xitimni ko'rib qilib, Zohida ikkimizni sinfdan chiqarib etdi. Biz gap qilishmay chetdagi bir o'ringa kelib o'ltirdik. Dal shu vaqtda uningga g'alati bir nomerdan telefon keldi-da, u telefonni qo'yibla yig'lab ketdi. Nimish bo'ldi? Sen yig'lasang ajab g'alati turdi ekan. Sada nimish bo'ldi Zohida? Gap qila. Do'stim Rahila loyiqining tug'ilgan kunini o'tkazib berman deb mening nomimda yuqori ismli qarz olgan edi. Necha vaqtdan beri uning bilan faqat aloqalashamadim. Butun bundoq bo'g'ishqa jih pulmi yig'amadi. U qarz olganlar meni bekla izlab ketyapti. Balki meni maktabga izlab kelishi mumkin. Men qanday qilishimni rosa bilamadim Tehron. Men uni asta bag'rimga besib, papilab qo'ydim. Uning bearam bo'layotganligi chiqib turadi. Hey, mushuning uchun yig'ildingmi? Buningdan keyin mening oldimda yig'lama. U Rahila degan buzuq maktabdan haydalgandan keyin hech kim bilan aloqa qilmadi. Hech qisi yo'q, necha pul edi? 3 million edi. O'zi meni to'lab bo'lgan. Keyin uni faqatla topamadim. Hozir o'simi bilan yana 3,5 million bo'lib ketibdi. Hammasini bugun kechgacha o'tkazishim kerak ekan. Men bu ishni dadamga qandoqmi deyalayman Tehron? Voy, bo'ldi, hech qisi yo'q. Bu qanchalik ishdi? Meni uynidorimga qo'shib, ularning uynidorini menga avatib bergina. Men bu pulni to'lab etdim. Bu menga qanchalik ishlar edi? Zohidaga bundan keyin bundoq ahmoqlik qilmaslik to'g'riliq bir mo'j tarbiya ishladim. Shunday qilib biz muhabbatlashib qoldik. Balkim ilishmoqchi tepishmas deb taqdirimiz burilib tugan bo'lsa kerak. Shunday qilib biz xo'shlashib o'z yotoqlarimizga mangdik. Yotoqqa kirishimga Salmanning zuvoni echildi. Voy Tehron, sana xeyli hurmatim bor edi. Bu qilg'ining faqat bo'lmadi jumo, o'zingga faqatla o'xshamay qolding. Neni qizlar sana gap qilmay yursa, Zohidadek satqilqiba odam yaratmaydigan urush jidal tepibla yuradigan bu qizni yaxshi ko'raman deb bekli yuzimni to'kdim. Qolgan ishlaringni o'zing bilsa. Biroq u qiz faqat bo'lmaydi. Shaxsan mening ko'zimga faqat sig'maydi. Bu gaplarni anglab bekli beyaram bo'ldim.
o'zining aptiga qarab boqmay boshqalarni u bu deb yuradigan bu balning gapi qo'lqiniga kirib chiqmadi. Chunki bugun xushal ishlarning hammasi yuz bergan edi. Ertasi degan darsga chiqay deb tursam, Salmonning to'ki chetib qo'ygan telefoni sayrab qoldi. Qarasam, Zohidadan kelgan xat ekan. Shuning bilan men uning telefonini ochib, yozilgan parang xotirasini ko'rib chiqdim. Shundoq ochiqim keldi. Nima qilarimni men faqatla bilmadim.